Uraladan nimani hidi kelyapti? Albatta pulli hidi keladi. Nijiloy bo'lgan zo'r joyga kelganmiz. Joylashuvi ham super ekan, qaranglar. Furalarimizda turibdi. Bu yoq avtoservis bo'lib ishlagan furalarga iminni. Joylashgan joylashuvi ham vobshe zo'r. Bu yoq tarafimiz ipodrom mosti, postidan shunday o'tishimiz bilan joylashgan joyimiz. Общий mana shu qurilgan zdaniyalarimizning kvadrati 1600 kvadrat ekan. Olib turib xolisizlar shu biznesni davom ettirsanglar bo'ladi. Yoki-da skeletlarga bersanglar bo'ladi. Orqada Chinni bozor yangi qurilayotgan joyi, shunday bu yoqda arendaga berib yuborsanglar ham bo'ladigan joy ekan. O'ziga shu biznesni qilishar ekan. Xo'sh, arendaga bersanglar ham zo'r. Investorlar bo'lsa, xitoyliklar ham shunday yeb oladigan joyi. Ulgurib qolish kerak. Bizga aloqaga chiqsanglar, kelib shu joyni chiroyli qilib baraka qilib beramiz. Narxlari qimmat narxda chiqadi. 47 sotu, yarim gektar. Telefon nomerlarga aloqaga chiqib, narxlari to'g'risida, shu joyimizni to'g'risida to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Shu joy bilan shug'ullanuvchi akamning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilinglar, akam shu joyga olib kelib, sizlarga baraka qilib beradilar. Ulgurib qolinglar, shikolat bunaqa joy juda ham kamdan kam chiqadi. Qaranglar, betonga shu 100 metr shu kirasizlar. Voy, joyi qarang, idealligini. Fasadi 60 metr, ichkariga 72 metr atrofida ulgurda bunaqasi juda ham kamdan kam chiqadi.